Sitora opa, Nilufar opamni eng sizga yoqmaydigan odatlari qaysi biri? Voy, manima shundoq mashinaga o'tirib ketib, telefon qilib, "Sitor, mana ko'rib kel" deydilar-yu, keyin qaytib kelishim. Kasallik yo'q. Uyga kech ketishimiz. Yana Bo'ldi, boshqa odatlar yo'q. qayoqda tashib qolgansizlar Nilufar opam bilan? Kursdosh. Tak, kursdoshlikdan keyingi hamma boshqa bo'lib ketganmiz. 2022-yilda Shohmakda tanishganman. Chunki men o'ziga borardim-da, o'qituvchi, nima deydi? Shogird bo'lib tushganimda o'shanda ko'rib qolganman Nilufar opamni. Shunda ham men tanimaganman birinchi. Ular taniganlar. Eng yoqtiradigan odatlari-chi? Nilufar opammi? Ha. Voy, unaqa odatlar ko'p. Вообще zo'r. Eng yoqadigan odatlari. Juda yam, nima desam bo'ladi? Jonlarini berib yuboradilar. Yaxshi ko'rgan insonlariga.